Assalomu alaykum. Bugun buyrak toshlari haqida gaplashamiz. Qachon unda xirurgik yordam kerak bo'ladi? Odatda o'zi buyrak toshlarining 80% kichik bo'ladi, kichik toshlardan iborat bo'ladi va u tabiiy yo'l bilan o'zi chiqib ketadi. Mayda toshlar. Toshning kattaligi agar 2 santimetrdan oshsa, jarrohlik kerak bo'lishi ehtimoli yuqori bo'ladi, chunki u chiqib keta olmaydi siydik yo'llari orqali. Erkaklarda ayollarga nisbatan 2-3 marta ko'proq bu kasallik chalinadi. Buyrak toshlari ko'pincha belni pastki qismida kuchli og'riq, ya'ni shu bugun belni pastki qismidan boshlab quvuq chov sohasiga sekin og'riqlar berib borish bilan tavsiflanadi, beldagi og'riqlar bilan. Toshlar ko'pincha siydik yo'llariga tiqilib qolishi natijasida infeksiyaga sabab bo'lishi mumkin. Bu og'irroq asoratlarga olib keladi. Ko'p suv ichish, ya'ni kuniga 2-3 litr miqdorida suv ichish tosh hosil bo'lish xavfini kamaytiradi. Bundan tashqari, ba'zi ovqatlar, tuz, hayvon yog'i, shakar ham tosh hosil bo'lishini orttirib yuboradi. Xuddi shu mahsulotlarni, ayniqsa tuz mahsulotlarini, tuzlangan mahsulotlarni kamroq iste'mol qilish tosh hosil bo'lish jarayonini nisbatan kamaytiradi. Hozirgi kunda minimal invaziv operatsiyalar bugungi kunda standart hisoblanadi. Ya'ni kam invaziv u joyini kesmasdan turib o'sha toshni olib tashlash usullari yoki ultratovush yordamida toshlarni maydalab tashlash operatsiyalari hozirgi kunda juda ham urfga kirgan desa ham bo'ladi. Takroriy tekshiruvlar, ya'ni buyraklar funksiyasini saqlashda muhim ahamiyatga hisoblanadi. Buyrak toshlarining joylashuvi va uni turi operatsiyani qanday bo'lishini belgilab beradi. Ya'ni tosh katta kichikligiga yoki qayerda joylashganligiga qarab operatsiyalar bir-biridan farq qilishi mumkin. Tekshiruvlar va erta diagnoz bunday muammolarning kelib chiqishini oldini olishi mumkin. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kim biror kasallik haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.